Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizga kuzatib o'tirgan obunachilar. Bugun ko'chmas mulkimiz Burlerdamiz yurtdoshlar. Burlerda, ya'ni toza domba ekan, 4 qavatli qurilgan ekan. Shuning 3-qavatida 40 kvadratli bir xonali kvartirani tanishtirib o'tacakmiz. Yurtdoshlar yana yo'lni bo'yina yaqinida joylashgan. Yo'l yaqinida joylashgan. Yurtdoshlar, detskiy plashadka, parkovka hamma narsasi bor ekan. Joyimizni fasad qismi ajoyib ekan, ko'rib turibsiz yana. Joyimizni ko'rsatamiz yurtdoshlar. Joyimizni ko'rasizlar endi. Kvartiramizga keldik yurtdoshlar. 3 xo'jalik bo'ladi ekan, ko'rib turibsiz. Shu do'rimizdagi kvartiramiz 3-qavatda. Bismillahirrohmanirrohim deb kirsak. Kvartiramiz isteshkila qilingan, devorlarimiz shpoqlobchadan chiqib, chiroyli bo'lib turibdi. Berimiz saunzelimiz, hojatxonamiz. Ko'rib turibsiz. Hamma isteshka bo'lgan. Podmoyak bo'lib. Berimiz ayollarimiz uchun oshxonamiz. Oshxonamizni ko'rib turibsiz. Turbolari o'tgan, отопление turbolari, gaz kirgan 100%. Gaz, svet, suv, beda muammosi yo'q. Bu yanımızda xonasi yurtdoshlar. Yurtdoshimizning xonamiz. Xonamiz ham kattagina, kengina ekan. Ajoyibgina. Xiva yo'lida, masalan, Urganchdan kelaverishda Xiva yo'ldan o'tganda yo'lning bo'yinda, aziz yurtdoshlar. Hozir lokatsiyasini ko'rdingizlar. Narxi ekranda yozilib turadi. Bemalol telefonlaringizni kutamiz. Like, podpisyasiya, bosh shartdan chiqmasin. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Xohlasangizlar reklama beraman deb o'tirgan bo'lsangizlar, telefon qilaringlar. Reklamamiz besplatniy.